hammamizga shunaqa uylarda to'y qilish nasib qilsin. Ko'chada to'y bo'layotgan ekan. Ko'chani qaranglar, vash elitni 2 etajdan iborat. Manzilimizni Beltepani bu yoq beti, shunda betonkani bu yoq betida joylashgan Oriental Stroymart Bazar. Hovlimiz 5 sotuvdan iborat, 6 ta xona indamlik bor. Fasodimiz 20 metr, yo'li bitta hovliga e'tibor berib qo'yasizlar. Hammaga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Qo'shnimiznikida to'y bo'lyapti, qaranglar. To'y bo'layotgan uyimizda 2 yosh baxtli bo'lsin, gilamning. Bitta hovliga like bosmasangiz bo'lmaydi-yu. Qarang, zo'rligini. Kirasizlar, zilionli zona. Voy. Niyat qildim. Alloh 1-2 yil ichida menga ham shunaqa uylarni nasib qilsin. Men ham uyga muhtojman, to'g'risi. Farzandim ko'p. Qaranglar, zo'rligini. O'tiradigan joy, yo'ligimizga indamay 4 ta 5 ta mashina kirib ketadi. Tapchalar qo'yib qo'yishgan, stullarni qilib qo'yishgan. Ayniqsa men yaxshi ko'radigan joy, mana shu oshxona bo'ladi, letniy kuxnya. Qarang, zo'rligini. Orqasida shunday sanuzel bor. Quyosh polniy kun bo'yi tushadi, hovliga zax bosmaydi uygalarni esa. Podvalga tushadigan zinamiz uy ichidan ham tashqaridan ham bor. Video davomida hammasini ko'rsatib ketaman. Oshxonaga bitta baho berib qo'yasizlar. Shunda orqasiga sanuzel qilib qo'yishgan. Bemalol mehmondorchilikda отдельно o'tirishadi, erkaklar bo'lsa. Podvolga olib chiqib tursanglar bo'ladi, mehmonxona qishda qilib qo'ysanglar. Uy ichilarini bitta obzor qilamiz. Albatta sizlar like va podpiskani unutmang. Hovlidan kirib kelganimizda uyga katta bitta hol qilingan, mehki zonasi bor. Oshxona, zalga bitta e'tibor berasizlar video davomida. Televizorlarni, mebellarni qilib qo'yishgan ekan. Tepalarga chiroyli qandillar, ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz va podvalga tushadigan zinamiz. O'ng qo'limizdan boshlaymiz. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Qaranglar, chiroyli qilib akkuratni qilib qo'yishgan ekan. Oynasi hovliga qaragan, ichida o'zini sanuzeli bor. Dush va kabinalar bilan qilib qo'yishgan ekan. Juda chiroyli va sifatli bo'lgan. Hammamizga, ota-onalarimizga shuni xonalar qilib, akkuratni qilib joy qilib berishlar nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin, shu qatori bizga ham nasib qilsin. Nasib qilsin deganlar bitta duo niyat qilib qo'yaverasizlar. Endi zalni qaranglar. Mashalloh, kattaligini. Bir 9-10 metr chiqadi zal. Qarang, ikkita qandil ilingan. Juda zo'r qilib qo'ygan. Menimcha bir 60 talik televizor ko'rinmay ketgan. Zalni kattaligini hisobiga. Qandillari ham juda chiroyli. Xuddi shu yo'q yasalgandek bo'lib turibdi. Xo'p, keyingi xonamiz oshxona bo'ladi. Zinantigidan unumli foydalanib garderob qilib qo'yishgan, yoki kiyimlar, ortiqcha narsalar turadigan qilib. Oshxonamizga bitta e'tibor baho berib qo'yasizlar. Like va podpiskangizdan chiqmasa albatta. Bu oshxonamizda oynasi oldi ko'chaga qaragan, qaranglar, zo'rligini. Mebel, krashinli mebel o'zlari uchun qilganlari shuni hisobiga juda ideal va zo'r chiqqan. Mebel texnikalar xudo xolis kelishilgan holatda qoladi. Ikkinchi qavatda bitta ko'ramiz. Qaranglar, zo'r. Ikkinchi qavatga chiqishimiz ham zinasi juda tik emas, oyoq oramaydigan holatda tepadan uyimizning ko'rinishi. Va bu yoqqa chiroyli dekoratsion gul qo'yib qo'yishibdi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda qaranglar. Katta bitta hol, mehki zona bor. Televizor ilingan, chiroyli qandil ilingan. Chap qo'limizdan boshlaymiz. Bu yo'ligimizning tepasi. Katta zal qilib qo'yishibdi. Oldi ko'chaga qaragan va oldi hovliga qaragan bu oynamizni. Bay zo'r chiqibdi uy. Prosta gap yo'q. Katta hovli qidirib yurganing tanish bilishinglar tashab qo'yasizlar. Yana bitta xona. Bu bolalarimiz o'ynashga hozircha qilib qo'yishgan ekan. Zo'r. Oldi hovliga qaragan oynamiz. Bu holga gap yo'q. Va общий sanuzel ikkinchi qavatdagi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, birinchi qavatda faqatgina
hojatxona, hamon, tualet roditelskiyda bor va ko'chada bor. Va roditelskiy yotoqxona, ichida o'zini sanuzel bilan qaranglar, va pishiga shkaf juda ideal qurilgan ekan. Ichida o'zini hojatxona, hammom, tualeti bor. Hammamizga nasib qilsin. Nasib qilsin degan bitta like bosib qo'yinglar. Shunda Alloh tez kunlarda mana shu 1-2 yil ichida sizlarga yetkazsin shunaqa uylarni. Bu yog'imizda bitta yana qizlariga yotoqxona qilib bergan ekanlar. Juda chiroyli chiqqan, gilamlarni yozib yuborsa bo'ldi. Bu yerda balkonchamiz bor. Balkonchamiz ko'ryapsizlar, kattagina hovli bemalol ko'rinib turadi. Quyosh ham mashinaqasidan o'tib ketadi. Quyosh hovliga juda zo'r tushadi. Podvalga tushganimizda, podvalga uy ichidan ham tushiladi, ko'chadan ham kiradigan vxodi bor. Qaranglar, kattagina bitta hol bo'lib qolgan. Birinchi qavat bilan podval razmeri bir xil, xonalarning soni ham bir xil. Bu yog'imiz oshxonani tegi katenli xona qilingan. Katenini ham zo'ri, qimmati yaxshi qo'yilgan. Podvolimiz ham 100% tepli pol. Ko'rib turibsizlar, ideal chiqqan. Bu yog'imizda bunday shkaf bo'lar ekan. Zakaz qilib qo'ygan ekanlar, hali ulgurishmabdi qo'yishga. Zalimizdagi yana bitta katta zal. Sport zal, kino zal, bolalar o'ynashga maydon qilib qo'ysa bo'ladi. Kattaligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Va shu birinchi qavatda ko'rganimiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani tegi kladovka qilingan. Ko'rib turibsizlar, akkuratniy polkalar qilib qo'yganlar. Juda zo'r va ideal chiqqan. Ko'chadan tushirish eshigimiz mavjud. Havo olishga, холодный xonaga juda zo'r joy qilib qilingan. Ushbu ko'rgan hovlimizning narxi, xudo xolasa, описание